Dikşene devam hürmetli vatandaş bugün çizsağa 2022 yıl 7. ayının 30. günü. Endike devamı, endike mevzu. Vaziyet intayin ciddi. Amerika Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi ziyaret Asya'ya seferge çıktı. Amerika Cungo harbiy paraxodları Janubi dengizda tirkashdi. Mavzuli xabar 7. ayning 29. kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Kechiringlar vatandoshim. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi 7. ayning 29. kun Osiyoga ziyoratga atlandi. Yaponiya, Koreya, Singapur qatorliq davlatlarni ziyorat qiladi. Tayvanni ziyorat qilishi sal keyin belgilaydi. Shanghai, ya'ni Hong Kong janubning sari gazeta xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Tayvan vaziyetining jiddiy o'zgarishiga ergishib Amerika Qo'shma Shtatlari Avamatika Reagan belgilik Avamatika 7. ayning 28. kuni Janubiy dengizga kirdi. Janubiy dengiz taqim orollari Yongchu-Chao oroli atrofida 185 kilometr ariqlikda charlash olib bordi. Cungo harbiy paraxod chiqib agashdi. Reagan belgilik Avamatika bilan Cungoning 054A belgilik raketa hisoblangan qo'g'lug'uchi paraxodi 052D belgilik raketa hisoblangan qo'g'lug'uchi paraxod ayrim holda 23-27 kilometr ariq turib, har ikki taraf sap tortib o'zaro yaqin ariqda tirkashdi. Amerika 7. eskadronning harbiy paraxodlari Reagan belgilik Avamatika zarbadarlar guruhi raketa hisoblangan harbiy paraxodlar haftaning 1. kuni Singapurda yo'lga chiqib sharq-shimol yo'nalish bo'yicha Janubiy dengizga qarab yo'l oldi. Gerçi Amerika armiyasi yetib boradigan nishonni oshkorlamagan bo'lsa-mu, davomli olg'a ilgirlab mangdagan bo'lsa, Avamatika zarbadarlar guruhi Tayvan bo'g'oziga yetib keldi. Uzundan beri Janubiy dengizdagi harbiy harakatlarni kuzatib kelayotgan Vyetnamlik bir nafar harbiy muxbir Duan Dang mundaq ko'rsatdi. Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, Amerika armiyasi Hind Tinch okeani rayonidagi askariy qismlarining harakatini kuchaytirdi. Yana bir tarafdan Cungo taraf aloqador rayonda havo armiya kuchlarini kuchaytirdi. Cungo dengiz ishlari idorasi yaqinda Guangdong o'lkasi dengiz bo'ylarida odatiy bo'yicha harbiy manevr o'tkazdi. 7. ayning 30. kundan boshlab 10,000 ga yaqin 89 kilometr yaqin doirada amaliy o'q bilan harbiy manevr o'tkazdi. Guangdong o'lkasining g'arbi-janub qismlari cheklangan rayonga aylandi. Qiziq gap vatandosh. Bu Tayvan nerede kaldı? Tayvan bo'g'ozi nerede kaldı? Hatta Pujan'da harbiy manevr o'tkazilmay Guangdong o'lkasi g'arbi-janub, Vyetnamning chegarasi. U yerda harbiy manevr o'tkazish bu qiziq ishkana vatandoshim. Mushu bo'yicha anglapmıyorum bunu. Men emas buga Chinpokin, Xitoy Chinpokin o'zimiz aniq qildi. Tayvan bu yerda qaldiysa Guangdongning g'arbi-janubi Vyetnamning chegarasi. Nima harbiy manevr deb Chinpokin kulyapti vatandosh. Kechiring meni vatandosh.